Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, hammanglarning Ramazon oyini muboraklayman. Bugun Ramazonning tunji kuni. Shuning bilan birga har birlar bilan bir oydan buyon bir shaklida safar munosabati bilan ekranda yuz ko'rishamidik. Bugun inshaalloh yaxshi bir xabarlar bilan har birlar bilan bir o'rtoqlashmoqchi. Tunugun Amerikaning prezidenti Trampninki Twitter'da tarqatgan xabari axborot vositalarida o'tirg'i chiqqan bo'ldi. Yana uning deyishicha 5-10 kundan boshlab Xitoyga yurgizadigan 200 milliardlik savdo qimmatidagi savdo malga 25% bosh qo'shilganligini e'lon qilgan bo'ldi. Ya'ni burun 10% ga chiqarib qo'shilayotgan majning baj persenti hamda 5-10 kundan boshlab 25% ga chiqadiganligini e'lon qilgan bo'ldi. Bunun qanchalik amaliyashidi, uni oldimiz kunlarda diqqat qilishimiz qilsak bo'ladi. Hamda bu yerdagi da'vatgan narsa bu narsa nima uchun tuyuqsiz o'tirib chiqdi. Bugun kun kelganda Tramp nima ish tuyuqsizlan bu shaklda suhbatda oxirlashmay turib, buni o'tirg'i e'lon qilishidagi maqsad nima? Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi bu savdo suhbatida voy yaxshi bo'layotdi, mana az qoldi, mana unda kelishdik, anadan davuldiq davatgan deb tunugun Trampning hamda bu shaklda e'lon qilishida qandaq maqsad muddaba deganga o'xshagan savollarga asosan buningda o'zimiz anlagan xabarlar bilan har birlar bilan o'rtoqlashamiz. Demak, Xitoy bilan Amerika o'tgan yildan boshlab 3-oydan boshlab bu shakldagi narsa o'tirg'i chiqib 6-oydan boshlab rasmiy shaklda nima savdo suhbati boshlangan. Ama 10 oy jarayonida bu savdo suhbati uzun musofalik davrlarni ishini o'tkazdi. Ya'ni bir hafta Beyjingda o'tkazilgan bo'lsa, yana bir haftasi Amerikaning Washington shahrida suhbat elib berilgan bo'ldi. Bu elib berish jarayonida boshdagi tuvan darajalik bo'limlar shaklida boshlangandan keyin yuqori darajalik bo'limlarga o'tib davomlashib kelayotgan. Bu hafta Liu He'ninki Amerikaga, Washingtonga ömrünü başlap berip bir şekilde söhbetini davamlaştırmakçıydı. Hem de Trump'ninki tünügün tuyuqsuzlam Twitter'da bu narsani e'lon qilishi nimaga qanday bo'ldi endi bu yerda Xitoyning oxirdagi bir besim qilmoqchimi yo bek uzun so'zlab ketdi o'zining deyishida hamda bu musob yomon uzun davomlashib ketdi bu suhbat unda nima yo'q, uning ustiga Xitoy bu suhbatni qaytadan boshlasak degan taklifni o'tirib qo'ygan o'xshaydi. Shuningdan Trump'ninki biroz qo'y tutib bu qaytadan boshlab sen bilan biz bu yani bir nechilik so'zlaydigan ishimizki so'zaladigan ish yo'q, bunda uzunlik tortib o'ynaydigan sening bir o'ynaydigan narsang emas deb biroz kapitürlükleyen çağı var, açık gelgen çağı var. Şuna olan bu başıncı 10. günde başlap Xitayga 200 milyardlık belaga 25%lik baş qilmoqchi, yani 15% aşırmoqchi baş nisbatini. O da bo'lgandan keyin uningdan keyin keldigan yani 325 milyardlık mal var. Sommadagi malga uningga yana bosh sommasini shu 25% ikkida qilganligini e'lon qilgan bo'ldi. Hamda Xitoy 18 yil bo'ldi dunyo savdo tashkilotiga kirgani. 2001-yildan boshlaganda 18 yil bo'ldi. 18 yil jarayonida Xitoy hech qachon dunyo savdo tashkilotining qonun qoidalariga rioya qilmagan ekan. Bu rioya qilmaslikdagi sabab mushunday o'ktamlik qilib, keyniga surib yoki bo'lmasa aldab qo'liq hiligirlik ishlatib, o'zman bizning davlatimiz mandat tursa, tuzumimiz mandatda, shu ma'noda qilib tursak, aqsh ko'kchiyati deb kelgan amaldorni yanchiqib silib, uni aldab, buni qilib, işte ko'zni bo'yab o'tib, bugungi kun kelgan qanday bo'ldi deganda 18 yildan keyin Xitoy hech kimga bo'y vermaydigan,
hech kimning gapini anglamaydigan, hech kim meni nima ish qila oladi desa, dunyoda men hech kim iqtisodiy kuch deb boshqalargacha o'zini yo'g'onchilik qilib nimasini ko'rsatadigan, yadimni ko'rsatadigan shaklga keldi. Unda bo'lgandan keyin bu 18 jarayonda mayli o'zi va'da qilgan Dünya Savdo Tashkilotiga kirish jarayonida davlatning korxonalarga yordam pulini to'xtatish, yordam qilmaslik. Chunki Xitoy hozirgacha qilyotidi. Masalan, bir shirkat eksport qilgan bo'lsa, mollardan ashining 17% beji qaytib keldi. 17% beji qaytib keldi. Xitoy malda paydalanmasmi shirkatlar? Bir malda paydalanmasmi, ammo bajdan qaytib kelgan bajdan 17% bajdan shundan paydalanadi. Chunki satqan mal dollarga sotildi emasmi? Dollarning beji qaytgandan keyin uningda u yana nurg'un dollar hisobida baj qaytgandan keyin undan nurg'un pul qazangan ekan. Xitoylar shirkatlar mush shaklda deymiz tamponsiz raqobatga kirib bir şekilde dünyani iqtisodiy jihatdan monopol qilishga urinib kelgan. Bugungi kun kelganda bu keyin yana bir va'dalardan xabarlash shirkatlarini, ya'ni chet el shirkatlariga ichib yetishni nima qilgan. Bugungi kungacha mana Xitoyda bir chet el shirkatining xabarlash shirkatining borligini bilmaymiz qarindoshlar. Hammasi ko'chma xabarlashish, birlashma xabarlashish, Janzimanning bazasi kontrol qilib olgan, Liponning bazasi kontrol qilib olgan xabarlashish shirkatlari bor. Buning uchun Xitoyning bu yolg'on shaklda elib berayotgan, bu quliq shumliq shaklda qilayotgan narsalari bugungi kun kelganda Amerika hukumatining uchun savr qachisini to'ldirgan bo'ldi. Demak, bugunmi agar Amerika buningga yana Xitoyning shumliq qumliqiga, quliqiga yana bir shaklda ko'z yumsa deganda Amerikaning Xitoylar vayron qilib tashlaydi. Mana bugungi kun kelganda nurg'un xabarlar o'tirib chiqadi. Masalan, 5G tor sistemasini mana kontrol qilib, nereden nega kelganligini, buning jasuslik ishining nereden nega kelganligini xabarlarda o'tirib chiqadi. Ya'ni Amerikaning hattoki segicha istixborot xodimlarini setib olib va istixborot qadam chekizib shu yerda Amerikaliklarni setib olish shaklida harakat qilayotgan filmlarni ko'rayotgan bilamiz. Demak, Amerika o'zi bayqagandek mayli Xitoy o'quvchilari bo'lsin, mayli davlatning muhim yerdagi Amerikalik, yerlik Amerikalarni pulga setib olish shaklida bir şekilde Amerika'nın bütün uçurlarını qamal qilayotganligini har sohasiga sinib kirib ketganligi o'ttirdi. Amerika yana buni oldini olmoqchi uchun deganda Amerikani Xitoy vayron qilib tashlaydi. Sharq Turkistonlikning buguni dunyo xalqining a'tsulab qilishini oldini olish uchun har dunyodagi har insonlarning bundan ibrat olishi nihoyat muhim. Biz Sharq Turkiston xalqi bo'lish sifatimiz bilan biz hech qachon bizga yestashtlik qilishni ham nima qilib qolmadik. Ya'ni shuni ogohlantirib kelyapmizki, Sharq Turkiston xalqining bugungi 3 milliondan 5 million, hattoki undan nurg'un insonlarning hayotidan ayrilishi va turmalarga qamalishi va ushbu turmalarda hozir mana Ramazondek bu ulug' kunlarda ota-onamiz bilan aloqalasholmay, hatto telefon bilan bir ahvol so'rash, ahvoldan marhum qilayotgan bu bizning beshimizga kelgan bu musibatning dunyo xalqining beshiga kelmasligini ogohlantirib kelyapmiz qarindoshlar. Chunki bu musibatning sababchisi nima? Xitoy tajovuzlari. Xitoy tajovuzlarining bizni tubdan yo'q qilib o'tish, irqiy qirg'inchilikda bir millatni yo'q qilib o'tish shaklida ilib berayotgan bu qirg'inchilikning boshqa millatning beshiga kelmasligini biz ogohlantiryapmiz. Biz dalil isbotimiz bilan urug' tuqqanlarimizning rasmini ko'tarib turib guvohlik beryapmiz. Shuning uchun bugun bu programmada yana oxirida shuni qistiramizki, butun dunyo bundan ogoh bo'lishi kerak. Agar Xitoy tajovuzlari Sharq Turkistondagi bir zaminni yapilashtirgan birgan shu yerdagi qad ko'tarib turgan, butun Xitoyning tajovuzini to'sab turgan, maydisini qalqon qilib turgan bu millatni yo'q qilib o'tish ko'z yumadi ekan, butun dunyoni Xitoy yutib ketadi. Bugun O'rta Osiyo iqtisodiy shaklda sirtmoqqa ilingan bo'ldi. Sharq Turkiston xalqi bugun yo'qolish girdobi qilib holda tutyapti. Onun uchun agar
Amerikaga va G'arb ellari buningdan yana ibrat ilmay, hushyorlikni o'stamay, yana bexud shaklda Xitoyga qulluqlarga aldanib ketdi ekan, vaqtida gumaron bo'lishning birinchi qadamini olgan bo'ldi. Shuning uchun qarindoshlar, mayli bundan keyingi siyosatlarda siyosiy shakldagi dunyoning kun tartibida Trumpning 25%lik bajni qo'yishi yoki qo'ymasligi yoki Xitoy bilan bu suhbatni uzun musoq shaklda yuritishi qanday shakldan Xitoy nima deganda bu yerda o'zining vaqtchidan tutishga ildiryapti. O'zining vaqtdan mayli Xitoyning ichki jihatdagi iqtisodining cho'kishi bo'lsin. Hozir mana Sharq Turkistonda 5000 ga yaqin qurgan tor saqchi punktlarini qurganligini xabarlarda ko'ryapmiz. Buningga ajratgan odamga va xajlagan pulni yetishtirolmay Sharq Turkiston moliyasidan qurib ketganligini anglayapmiz. Hamda ishlayotgan ma'mur xodimlarga, davlat xodimlariga 2 oyda bir maosh taqdim anglayapmiz. Nima deganda bu u muqimlikning oldini olish uchun nurg'un askar, nurg'un saqchi, necha million odamni necha turmalarga qamash u yerga ketadigan pul, uning askarga ichkidan yoki Sharq Turkiston nurg'un saqchilarni qabul qilyapti. Bularga maosh berish kerak. Bu pul keladigan yeri yo'q. U xalqimizdagi boylarimizning pulini olib bo'ldi, uni yeb bo'ldi. Bunun ortiq nurg'un pul ketib boradi. Uning uchun buni yetishtirolmay nima deganda moliyasida qizil raqam ko'rilgani xil bo'ldi. Hamda bu bajning esishi agar rostla shunday ijro qila olsa, bajning esishi Xitoy uchun og'ir shaklda iqtisodiy bosim keltirib chiqardi. Xitoyning halokati texnik tezlashadi. Hamda bu halokat tezlashayotgan bu sharoit fursatlarda biz nima ish qila olamiz? Biz qanday tayyorligimiz bor? Yana biz to'plarda, torlarda bizni tortishib tilishib o'ynamdik va yoki buningga vaqtimizni isrof qilamdik, yoki biz bir tayyorlik shaklda harakatimizni davomlashtiramdik. Shunday shaklda bir fursatli kelib qolsa, Allohning izni bilan inshaalloh biz nima ish qila olamiz? Biz vatanimizni qo'limizga elib tutib turish imkoniyatimiz bormi? Buningga sharoit hozirladikmi? Buningga tayyorlik qilyaptamdik degan shaklda o'zimiz savol qo'ysak, naydi bu yaxshi bo'ladi deb qarayman qarindoshlar. Shuning uchun bugungi programmamizni mishada oxirlashtiramiz. Inshaalloh bundan keyingi xabarlar olsun, mulohazalar olsun, har xil shakldagi programmalarni inshaalloh imkoniyatimiz yetishicha ishlashga tirishamiz qarindoshlar. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz taqib qo'yinglar. Bosh barmoq belgisini chiqarib qo'yinglar. Bizning programmamizni har birlarining qo'llashi, quvvatlashi bilan inshaalloh bizni aytdi yaxshi shaklda programmalarni, yaxshi shaklda mazmunlarni ilib chiqishga bütün nimamiz bo'ladi. Harakatchan bo'lamiz. Uning uchun har birlarining solih duolarda yod etib turish bilan programmamizga, kanalimizga a'zo bo'lishinglarni umid qilaman. Hamma Janob Alloh topshirib. Assalomu alaykum va rahmatullohi.